o'yinda o'ynab pul topyapman deb o'ylagan barchani e'tiboriga diqqat bilan kuzatinglar. Bu o'yin pul rostdan beradimi yo'qmi maslaga savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Qaranglar do'stlar, qanaqa katta skorsda pul topsak bo'ladi bu o'yinda. Shunaqa xatosi bor o'yin. Sizlardingcha pul beradimi? Agar menga ishonmayotgan bo'lsangiz, bu sifralar yolg'on deb aytgan bo'lsangiz, men shunday qo'yaman buni. Uchiramiz va boshqasini ochamiz. Boshqa telefon, boshqa o'yin. Mana ketdi. Bu ikkala o'yin ham o'ynalgan. Ko'rasizlarmi? Bu nima bu? Bu nima? Agarda sizlar ham kuniga $1,500 dan $2,000gacha uyda o'tirib pul topmoqchi bo'lsanglar, tezda pastiga havolaga o'tib ushbu o'yinni o'rnatib olib 100 ming so'm depozit kirsanglar, sizlar ham bemalol shunaqa pullarni ko'tarasizlar. O'rasini o'zimizni bu o'yinni pullarini bittada ko'taramiz. Tezda pastiga havolaga o'tib ushbu o'yinni o'rnatib olaylik. Boshladik. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq. Mana bu Hindiston perchoska, Brahma perchoska hozir aytayapti-ku. Pul yutib olasizlar, palon qilasizlar, pismon qilasizlar deb. Do'stim, ukam, sen agar videoni ko'rsang, agar senga yetib borsa, ko'proq like bosamiz, yetib borsin. Ko'radigan bo'lsang, bir oddiy bir kambag'alga bir telefonni olib berganda, 100 ming so'm o'zingning abonentidan o'zingning qistaydan qo'shganda abonentga qo'shib o'ynatgan. Haqiqatan yutadigan bo'lsa chiqargan isbot dalil bilan. Bunday qilib xalqni aldama, bunday qilib. Quloqqa tepma, bunday qilib. Hindiston perchoskani qo'yib olib, yana soqolchani qo'yib olib, katta martabacha aldab o'tiribsan odamlarni. Quloqiga tepmaydi. Buni gapiga uchinib, katta pul tikib tushkunlikka tushirmaylar. Ko'pchiliklar mana shu adin ekspert orqasidan o'zini o'zi osib oldi, joniga qasd qildi, qarzga o'tirib qoldi. Oilasi parakonda bo'lib ketdi. Salomat bo'lasizlar. Endi bugungi yana bitta mavzuni ochamiz. Temani ochamiz. Xo'sh, ko'proq like bosasizlar. Hayt deb nima qilmoqchi edik, lekin Shahzoda Matchonova chiqib qizlarning ko'nglini ko'tarib hozir Kimga xabar qilganim yo'q. Men rahbarligi. Keling, asal. Jonim bolam. Asalim. E'tibor beringlar, bolalarni olib kelayotganda. Rahbarni chaqirib keyin urishingiz. Rahbar eshitib turibdi. Yig'lamayman, bu shunaqa konkurs bu. Bitta yengillik olib kelinglar. И бьют на больное. Детей выпускают, чтобы пройти. Так не бывает же? Да, mana hozir bu mana shu qiz 30 yosh bo'lganda yugurib chiqarmidi? Chiqmasdi. Вот, a bu rahbarlar именно shuni qilishyapti. Keling. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Nimaga yangilik yo'q deyaptilar? Просто man sizga ismingiz nimada? Gulchehra. Это неправильно, когда вы пускаете детей с одинаковым. Voy. Bobur aka. Keyingi safar просто yaxshi bitta yengil narsa qo'yib kelinglar. O'zbekcha raqs bor, mana sizlarda bor. Endi bitta juda ma'noli raqs qo'yib kelinglar. Umumiy qilib aytganda yo'q, ha? Ya, нет. Lekin qizlarimiz ko'ngillarini hech ham cho'ktirishmasin. Bolajonlarim, asaltoylarim, men sizlarga ha deyman. Молодец, sen hamma yaxshi ko'r. Endi bolajonlar qo'ying nima? Instagramda like'lar qo'yib Siz professional bo'ling. Siz shunaqa qattiq qo'l bo'lib turing, chunki siz ustozsiz. Siz ham qattiq qo'l bo'ling. Men endi yumshoq bo'lib turaman. Проект серьезный, с андижанской пультой на такой проект не выходит, мне кажется. Bobur Yo'ldoshev, sen oldin birinchi o'zbekcha gapirishni o'rgangin. Birinchidan o'sha konkursga mutaxassislarni qo'yish kerak. O'sha xoreografiyadanmi, o'sha qo'shiq aytsa, qo'shiqchi mutaxassislarni, misol uchun yaxshi ustozlar bor. Shulardan qo'yish kerak.
Bolalarda bunday ko'z yoshini to'kib, buni ahmoqona qiliq qilib, bilmayman bu psixologически sog'mi, nosog'lom tushunmadim buni man. Bolalarni yig'latib, uje maza qilib o'tiribdi o'zi bu. Shahzoda Matchanovaga respekt. O'sha Instagramda sizga ko'proq like bo'lsa, men bo'saman. Mingta bo'lsa, mingta like bo'saman u kishiga. Chiqib, ona-da baribir, farzandlari bor. Baribir ona boshqani bolasi yig'lasa ham baribir onalik hissi bor ayol, hissiyoti bor ayol sal bo'lsa ham umuman olganda yuragi ezilib, rahmi keladi. Men Bobur Yo'ldoshovga aytadigan gapim shu, sen oldin o'zbekchani yaxshi o'rganib ol. Sof o'zbek tilida gapirgan. O'zbek tili 1989-yilda davlat maqomi berilgan. O'zbek tilida, davlat tilida gapirgan. Ruscha aralashtirib, sen yevropeyskiy o'yinlarni, boshqalarni sen nazorat tutgan bo'lsang keraklar. Sizlar hech kim arzimaysan. Ko'proq like bosamiz, yetib borsin. Bu ikkinchi videomiz bo'ladi. Nima deymiz? Bobur Yo'ldoshev. Sen bu povedeniyang hech kimga ma'qul kelmadi. Mana ishonmasang kommentariyalarni o'qigan kirib. Kommentariyalarni o'qisang ko'rasan, bilasan. Senga omma qanaqa fikrda. Keyin negativchilar, ularni Boburda oqlab bergan negativchilar, sanlarni ham farzanding bormi? Bola faqat qachon yig'lashi mumkin? Bola qachon erta yetim qolsa, sag'ir qolsa, hayotda yig'lashi mumkin. O'ksini yig'lashi mumkin, biror nima olib bermasangiz yig'lashi mumkin, u vaqtinchalik u. Bu bir umrlik jarohatga bola haqli emas. İşte bu narsani tushunib, tushungan odam tushunadi bu narsani. Men uncha so'z boyligim yo'q, lekin fuqaro sifatida aytayapman men. Endi mana shu konkursga mutaxassislarni qo'yish kerak edi. Bolajonlarni bunday kuydirib qarang, milliylik kiyimda chiroyli, anjoncha raqs bormi? Ne выходит deyapti, anjoncha raqsdan chiqmaydi deyapti. Men bir narsalar deyapti ruschalab, men uncha tushunmadim, tushungancha tushundim lekin. Anjonchami, Surxonchami, Xorazmchami, Buxorochami. Qanaqa raqs turi bo'lsa, bu milliylik. Farzandlarimiz adras ko'ylakda chiqib, do'ppichada chiqib o'ynaganda yaxshi emasmi bu? Shahzoda Matchanovaga respekt, Shahzoda Matchanovaga katta rahmat. Mana shu bolalarda chiqib ko'nglini olibdi. Mana o'zi yozyapti. Bunaqalarni kim qo'ygan? O'zbekchani gapir, o'zbeksanki deyapti. Hakamlikka o'zbekchani gapir, o'zbeksanki deyapti. To'g'ri? Meni fikrimni aytgan bu. Hammani fikri. Bu xotini bilan janjallashib kelganmi deyapti bu. Breakdance'ga bolalar o'ynab beradi. O'zbekcha gapir. O'zbekistonda yashayapsan-ku, to'g'ri? O'zbekistonda yashayapsan, o'zbeksan. O'zbekcha gapir. Mana kommentariya. Erkak bo'lmay o'l sen daqa deyapti. O'zbekcha gapiray, O'zbekistonda bo'lsang edi. Keyin o'zbekcha gapir, o'zbekcha raqs tayyorlaydigan tentak o'zingni juda katta olasan. Seni kim qo'ydi o'zi? To'g'ri, kim qo'ygan buni o'zi? Palon qilaygan, paloncha deb bilan so'kirim yozgan. Hurmatni ko'tarib olmayapti. Bor yo'g'i bir hakamlik ekan-ku. O'zi hech narsani o'zgartira olmagan. Ko'rsatuv bo'lsa, beg'ubor qizchalarim deb yozgan. Shahzoda malades. Isqida ekan-ku, o'l erkak bo'lmaydi. Bor hech kim ko'rmaydigan kinoyini o'ynagan. Hech kim ko'rmaydigan kinoyini o'ynagan deb yozibdi. Kontentni ko'p cho'zib o'tmaymiz. Sen otang bo'lganda sahna yuzini ko'rmay o'lib ketarding. Otasi aktyormi, rejissyormi bo'lgan. Qizlarning ota-onasiga, ustoziga rahmat. Kelajak avlodga, milliyligimizga singdirib, Boburga kelajak avlod dagambardor bo'l. Lambadaga tushsa yoki kerakda, afsus shunga o'xshagan artistlar ko'payib ketdi. To'g'ri, ko'payib ketdi. Sifat yo'q. Aktyorlar ko'payib ketdi. Yana mening fikrim, mutaxassislarni qo'yish kerak bu yerga. O'sha raqs biladigan, tushunadigan, qo'shiqni matnini biladigan,
Shunaqa mutaxassislarni qo'yish kerak. Salomat bo'lasizlar. Ko'proq like bosamiz, e'tiborsini yetadigan joyga.